Ketdi, mana ketdi. Endi birma-bir titib chiqaymikan polkalarda o'g'irlaydigan narsa bo'lsa, sasib ketgan, chirib ketgan krossovka bo'lsa ham mayli. Voy qog'oz, tekin menga. Sening Amerikada Mercedesda yuradigan hamda Instagramda 1.700.000 obunachisi bor do'sting. Zalda o'zi sizlarga ko'p ko'rsatganman, gapirganman ham, narxini ham aytganman. 2 etajli zal, akalar 24/7, dushlari bor, hamma sharoiti bor. Oyiga $25 Amerika bo'yicha mana shunaqa zaldan 3,5 mingta dodim, esinglardami? Undan tashqari hozir kirishimga mana suvni menga tekinga beryapti. Olib ketaver senga deyapti. Bunaqa oddiy narsa bo'lsa ham bozorda buni $2-3 beradi. Amerikada bozor yo'q, dalba yo'q. O'zlarining klientlariga juda ham yaxshi munosabat qilishadi. Agar kiyimi sal nito'roq bo'lib qolsa yoki puli kamroq bo'lib qolsa, sanqatdan kelgansan, deb sizlarga hech kim molda muomalasini qilmaydi yoki organizmiga ximiyani urib muskullarga suvlarni yig'ib olib o'zini rasa urish qoq deb o'ylaydimi bular? Hayronman. Nedavolni qarashmaydi. Va undan ham tashqari oyiga $25 ga yana qo'shimchasiga massajyor apparatlari bor. Qizlar emas, apparatlar massaj qiladi va yana qo'shimchasiga spa bor, solyariyalar bor. O'zingizlar qoraytilasizlar, rak kasalini keltiruvchi shunaqa narsalar ham bor. Общий zalga chiqadigan akalar, sizlarga yana bitta eng katta pluslardan birini ko'rsataymi? Amerikadagi qizlar o'zlariga jalb qilmasdan, vнимание talab qilmasdan kiyinishadi. Qani, mana shu ham bor edi mana. Oddiy kiyinishib olgan, qopga o'xshagan ishton kiyib olgan, ko'tini chiziqlarini ichigacha tiqib, jigarrang joyini ham deb belgilab turadigan kiyimlar kiyishmaydi. Bularga vнимание kerak emas.